Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Hudson Universiteti 2025 yılı 16 iyul günü Kommunizmdan keyingi Xitoy uchun tayyorlik qilish nomli bir dokladni e'lon qildi. Mazkur doklad Xitoy Kompartiya hokimiyatining og'dirilish ehtimolligi va uning nimadan derak berdiganligi haqidagi ko'z qarash, muhokama, analiz va takliflarni asos mazmun qilgan bo'lib, u Xitoy Kompartiyasi hozir duch kelayotgan ishki va tashqi qiyinchiliklarga qaratilgan strategiyalik inkas shaklida o'tirg'i chiqarilgan. Xitoy hozir duch kelgan qiyin o'tganlar Xitoyning iqtisodiy jihatdagi chekinishi, Xitoy nufusining qiyrilishishi, uy-mulk bozorining kasatlashishi, yoshlarning og'ir darajadagi ishsizligi, siyosiy chiriklik va tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatdagi buzilishlar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mushundaq bir qator masalalar Hudson Universitetining harbiy ishlar, istixborot, iqtisod, kishilik huquq, o'tkinchi adolat va asos qonun bo'yicha hokimiyat boshqarish sohasidagi mutaxassislarning bir yerga jam bo'lib, Kompartiyadan keyingi Xitoy haqida muhokama yurgizishga turtki bo'lgan. Bu mutaxassislar tarixiy tahlil, strategiyalik oldin ko'rish va o'xshamagan sohalarga mos keladigan kasbiy iqtidor asosida Xitoy hokimiyati o'rilgandan keyin Xitoyda muqimlikni amalga oshirishning dastlabki tadbirlarini o'ttirib qo'yib, Xitoyning uningdan keyingi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar uchun zarur bo'lgan uzun muddatli tadbirlarni mo'ljalab chiqqan. G'arbdagilar hozirgacha Xitoy Kompartiya hokimiyatining o'rilishi mumkinmi degan masalada fikr yurgizib kelgan bo'lib, mazkur doklad Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin nima bo'ldiganligi ustida muhokama yurgizib, ham plan tuzib, bu yangi davrdagi xiris va fursatlarni to'g'ri bir taraf qilishga oid siyosat takliflarini o'ttirg'i chiqargan. Mazkur doklad jami 6 bobga bo'lingan bo'lib, ularning bir qismini Hudson Universitetining tadqiqotchilari tayyorlagan, qolgan qismini bo'lsa boshqa organlarga tava mutaxassislar tayyorlagan. Mazkur dokladning bosh muharrirligini Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Xitoy ishlari maslahatchisi Yu Mao-chun ustiga olgan bo'lib, dokladda Kompartiyadan keyingi Xitoyni planlash moddalar bo'yicha o'ttirib qo'yilgan. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq oliy maslahatchisi Erkin Sidiq apandim o'zining ijtimoiy taratqusida maxsus maqola e'lon qilgan bo'lib, uning qarashicha Amerika Xitoy Kompartiya hokimiyatining o'rilishiga tayyorlik qilyotmoqda ekan. Növbətdə muhacirat yaşayotgan Uyğurlar arasında bahasının arzon bo'lishi sababidan Xitoyning Temu, Shein, AliExpress qatorliq suplardan mahsulot sotilish ahvoli og'irlashayotgan bo'lib, Yevropa, Amerika qatorliq demokratik davlatlar Uyg'ur majburiy emgakini cheklash uchun kuch chiqarayotgan. Amerika va Yevropada Uyg'ur majburiy emgakini cheklaydigan qonunlar ma'qullanib va qattiq ijro qilinib, chet elning aloqador nurg'un shirkatlari og'ir jazoga uchrayotgan bir vaqtda Xitoy hukumati va Uyg'ur majburiy emgakidan foydalangan Xitoy shirkatlari o'z qarindoshlarimizni majburiy ishlatib yaratgan mahsulotlarning bozori, ularni setish, setilish va ishiltish Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va qul emgakining bevosita qurbon bo'lgan Uyg'urlar ichida avj olmoqda. Buning ichida asosligi Xitoyda ishlangan elektronlik ushshoq sanoat mahsulotlari, to'qilma raxt va kiyim-kechaklar, turmush buyumlari qatorliqlar og'ir salmoqni egallaydigan bo'lib, muhacirat yaşayotgan Uyg'urlarning Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning ko'z yoshi va qiyin badaniga kelgan majburiy emgak mahsulotlarini sotib olishi Xitoyning Uyg'ur xalqiga qarta yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga hass qo'shishdan iborat. Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi, Uyg'ur agentligining qo'rg'uvchisi Tayir Emin Uyg'uryan chet eldagi Uyg'urlarning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini olmaslik va sotmaslik haqida Uyg'ur agentligi torbitida maxsus yozma e'lon qilib, mundaq degan: Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlari Xitoyning Uyg'urlarni majburlab qul o'rinda ishiltib, Xitoyning davomli Uyg'urlarni mustamlik qilishi va dunyoga xo'jayin bo'lish uchun iqtisodiy asos yaratadigan dunyoviy quroli. Mana shundoq ahvolda buni setish, setib olish va ishiltishning ziyni shuki, biz o'z qarindoshlarimizning qul bo'lishini xohlagan va jinoyatga sherik bo'lgan bo'lamiz. Qarshilik kuchimiz asta-asta yo'qoladi. Bu ahvol avj olgan sari bizni qo'llaydigan Uyg'ur emaslar bizning naqadar mas'uliyatsizligimizdan afsuslandi deb Uyg'ur muhojiratiga mahsulot setib olganda nada ishlanganligiga diqqat qilish va Xitoydan kelgan majburiy emgak mahsulotlarini setib olmaslikqa,
satmaslıqqa, Uyghur irqi qirg'inchiligiga hess qo'shmaslikqa chaqiriq qilgan. Reuters agentligining 29-iyuldagi xabarda aytilishicha, Amerika Cumhuriyetçileri va Cumhuriyetçiler partiyasi a'zolari Trumpning Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimini qo'llash uchun Xitoy qarshi yangi qonun loyihasini planlamoqda ekan. Bu yangi qonun loyihasi Tayvan, Uyg'ur masalasi va Xitoyning davlat halqigan bostirish to'g'risidagi loyihani o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi seshanba kuni bu qonun loyihasiga qarshi turganligini bildirib, bu Xitoyning ichki ishlariga qattiq aralashish deb atagan hamda qonun loyihasining ilgarilashishini va qarab chiqishini to'xtatishni talab qilgan. Bu uch qonun loyihasining asosli qo'llovchisi Oregon shtatidagi demokratchi Jeff Merkeli Reuters agentligiga mundaq degan: Amerika, Xitoy va uning dunyoning har qaysi joylaridagi tajovuzchilik oldida tiz bukmaydi. Oqsaroyda kim bo'lishdan qat'iy nazar, Amerikaning erkinlik va kishilik huquq qimmat qarashi bizning rahbarlik qatlamimizni dunyo sahnasiga yetaklaydigan aniq va prinsipchan tasavvurining yadrosi bo'lishi kerak deydi. Reuters agentligining xabarida yana Texas shtatidagi Cumhuriyetçi John Cornyn birlikda qo'llagan bir qonun loyihasida Xitoyning Uyg'urlarning organlarini majburiy elib olish bilan shug'ullangan deb qaralgan hozirgi yoki sobiq Xitoy hukumat amaldorlarining Amerikaga kirishini cheklaydi. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoy Uyg'urlarga qarata kishilik huquqning keng ko'lamda dafsanda qildi deb ayblaydi deyilgan. Alyaska shtatidagi Cumhuriyetçi Don Sullivanning qo'llashidagi 3-qonun loyihasi bo'lsa, har qanday chet el hukumatining o'z chegarasidan halqib, o'qituvchilar, jurnalistlarni qo'rqitish, parakanchilik silish yoki ularga ziyon yetkazish qatorliq davlat halqigan bostirishiga qarshi turishni maqsad qiladigan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu qonun loyihasiga Xitoyning azaldan atalmış davlat halqigan bostirish bilan shug'ullanmaganligini, Amerikaning Tayvan va Sharq Turkiston haqidagi ayblashlarini rad qilganligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.